Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Rayhon haqidagi foydali ma'lumotimizni eshitib hayron qolishingiz aniq. Bugungi video lavhamizni rayhonning foydali xususiyatiga bag'ishlaymiz. Rayhon haqida. Rayhon so'zi ko'hna arab tilida uni vujudi xushbo'y o'simlik, fors tilida esa isfaran deb atalgan bo'lib, u doimiy quvonch ma'nosini anglatgan. Abu Ali ibn Sino rayhon ustida to'xtalib, uni yanchib yoki moyini olib malham qilib bavosilga surtilsa foyda qiladi deydi. Ibn Sino qora rayhondan foydalanilsa, ya'ni surtmasi ko'zning lo'qillashiga foyda qilishi, yurakni kuchli qilishi, suvi qon tiflashga foyda qilishi, sutni ko'paytirishi, ichni to'xtatishi, siydik ajralishini ko'paytirishi, urug'i qiynalib siyishda foyda qilishini ko'rsatib o'tgan. Osh rayhon shifobaxshlik bobida beqiyos xususiyatlarga ega. O'simlik kishi ishtahasiga baraka berib, ovqatni yaxshi hazm qiladi, a'zolarga singdirishda yordam beradi. Rayhon tarkibidagi efir moylari surunkali me'da yallig'lanishini oldini oladi. Shu bilan birga rayhon siydik yo'li kasalliklarini davolash uchun tavsiya qilinishi mumkin. Bundan tashqari rayhon yo'talga, qizamiq asorati bo'lganlarga yengillik beradi. Bolgar xalqi meditsinasida rayhon asosida tayyorlangan qaynoq damlama bilan buyrak, qovuq, siydik yo'llari shamollashida, tumov, angina, bezgak xurujidan forig' etuvchi va davolovchi omil sifatida foydalaniladi. Rayhon, sirka va ozroq miqdordagi tuz aralashmasining qaynatmasi tish og'rig'ini qoldiradi. Rayhon barglarining sharbati quloq yiringlashida foyda beradi. Bolgar meditsinasida davolash amali quyidagicha: 2 choy qoshiq maydalangan rayhon 1 yoki 2 stakan qaynoq suvga damlanadi. Bu bemor uchun kunlik norma hisoblanadi. Uni go'sht, ekzema va yaralarni tuzatishda tavsiya etiladi. O'zbek oshxonasida rayhon oshko'k va zirovar sifatida ham qadrlanadi. Jumladan rayhon bilan go'shtli, yog'li masalliqlarga ta'm berishda, sabzavot va rezavorlarni konservalashda foydalaniladi. Rayhonning yana bir ajoyib xususiyatlaridan biri meva qoqilarini zararli hasharotlar ta'siridan asrashi hisoblanadi. Rayhon haqidagi qiziqarli ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.